Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilik mijozlarimdan telefon orqali muloqot qilganda, kasalliklar haqida so'rashganda shunday savolga ko'p duch kelaman. Ko'pchilik erkaklarda bo'ladi bu asosan. Prostata bezini shamollashi yoki prostatit kasalligi shu holatga olib kelishi mumkinmi degan nazariyani yoki shifokorlarni tashxisini aytishadi. Ya'ni prostata bezida shamollash, yallig'lanish yoki shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu insondagi kardionevroz, panический ataka yoki vahima hujumlari yoki turli xil fobiyalarni keltirib chiqarishi mumkinmi degan savolni berishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa, chunki panический ataka ko'pincha qo'rquvdan kelib chiqadigan, vahima hujumlari, fobiyalar ko'pincha qo'rquv bilan bog'liq bo'ladigan holat. Inson o'lim bilan bog'liq yoki kimnidir, nimanidir yo'qotib qo'yishdan qattiq tashvishga tushishi natijasida kelib chiqadigan holat. Buni prostata bezini shamollashiga yoki prostatit kasalligiga umuman aloqasi yo'q. Lekin bitta narsani aytib qo'yish kerak, bu yerda qanday farqlab olish mumkin? Prostata bezidan shamollash yoki prostata bezidagi holat tufayli, kamchilik yoki kasallik tufayli nevroz bo'lish mumkin. Faqatgina siz birinchi navbatda prostata bezidagi kasallik haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ya'ni shifokorga borganingizda sizda prostata bezi shamollagan yoki mana shunday holatda degan kasallikni diagnozni qo'yadi. Sizda bu holatda yaxshilab e'tibor bering, nevroz bo'lmaydi, qo'rquv vahima bo'lmaydi. Siz mana shundan keyin siz prostata bezini shamollashi yoki turli xil qanday oqibatlarga olib kelishi haqida ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin jinsiy hayotni buzilishi yoki shunga o'xshash holatlar, har xil qo'rquvlar natijasida nevrozga chalinishingiz mumkin. Ya'ni panический ataka, xavotirlaringiz kuchayib ketishi, fobiyalar yoki jinsiy zaiflik, shunga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin. Lekin siz avval nevroz bo'ldingiz, avval qo'rquv vahimada yuribsiz va shifokorlarga uchraganingizda kimdir prostatingni ham ko'rsat dedi. Prostatani borib ko'rsatdingiz, prostatingizda shamollash bor ekan degan narsani aytish bu nevrozga olib kelmaydi. Siz nevroz bo'lgandan keyin prostata haqida ma'lumotga ega bo'lyapsizmi? Demak, bu sabab emas. Prostatada shamollash bo'lsa, bemalol davolanishingiz mumkin, lekin bu nevrozni davolaydi degani emas. Agar prostata bilan bog'liq xavotirlaringiz, qo'rquvlaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizga avvaldan prostata bilan bog'liq muammolar bo'lgan bo'lsa, sizning qo'rquvlaringiz faqat shu jinsiy tomondan prostata bezi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bunda aloqasi bo'lishi mumkin. Shu jihatiga yaxshilab e'tibor berishlarini so'rayman. Prostata beziga davolanish nevrozdan xalos qilmaydi. Nevroz, vahima, qo'rquv, fobiyalar bular hammasi psixoterapevt mutaxassis orqali davolanadigan kasalliklar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.